Navbatdagi super dravilkamiz xohlasa mis motor 220 da ishlaydiganidan Andijonga tayyor bo'ldi. Xo'p, akamiz bitta o'zlari motor berganlar, 7,5 kilovatli, 200 kilo soatga chiqaradigan granulyator yasab bering deb 200 kilo soatga chiqaradigan. Hozir bunda dravilkada davom maydalar ko'rsatib beramiz. Qani boshlaylik. Bismillah. Bug'doyni maydalash turli setkada. Akalar super dravilkamiz o'zini territoriyasidan boshqa joy chang chiqarmaydi. Xohlasa ishlashlari zo'r. Hop, ushbu dravilkamiz turli setkasida bug'doyni maydaladik. Ko'rgan bo'lsalaring, yorma holatda. Agar bundan ham mayin holatda maydalash kerak bo'lsa, 2 li setkasi ham bor. Yana 8 li setkasi bor. Kimga shunaqa granulyator va dravilka kerak bo'lsa, Qo'qon shahar nomerlarimiz o'sha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.